Hech o'ylab ko'rganmisiz, Minecraft olamida qanaqa lifehacklar va sirlar mavjud? Keling, bugungi videoda ularni sinab ko'ramiz. Birinchi lifehackimiz bu qurilishda kerak bo'ladigan dragon dekoratsiyasi. Dragon dekoratsiyasi yordamida siz uyingizni oldi yoki xullas bazingizni oldini bezatishingiz mumkin. Agarda siz kreativda bo'ladigan bo'lsangiz, agar vijvaniyada qila oladigan bo'lsangiz, bu sizga juda ham asqotadi, chunki juda ham ajoyib dekoratsiya. Birinchi bo'lib bizga pesok dusha degan blok kerak bo'ladi. Buni olganimizdan keyin esa yerga qo'yib chiqamiz. Birinchi bo'lib do'stlar, pesok dush bloklarini ko'rsatayotganimdek qo'yib chiqasizlar. Pesok dush bloklaridan keyin ustiga suv qo'yib chiqasizlar va suvdan keyin mana ko'rib turganingizdek shu dekoratsiyani qo'yib chiqasizlar. Va bizda deyarli tayyor. Va ko'rishingiz mumkin do'stlar, deyarli bizda shu dekoratsiya tayyor bo'ldi. Bu lifehack sizlarga juda ham kerak bo'ladi. Ayniqsa agarda sizlar Minecraftda o'zingizlarning shaharingizni yaratadigan bo'lsanglar, bu juda ham asqotadi. Va bizda bu lifehack ham tayyor. Ana endi keyingi lifehackga o'tsak ham bo'ladi. Uchinchi lifehackimiz sizlarga juda ham asqotadi, chunki bu lifehack yordamida sizlar o'zingizlarga samolyot yasashingiz mumkin. Qanaqa qilsanglar hozir ko'rasizlar. Bu lifehackni men internetdan ko'rib sinab ko'rganman. Agarda lifehack ishlamaydigan bo'lsa, sizlardan uzr so'rayman. Chunki bu lifehackni men internetdan olganman. Ko'pincha bu lifehack Minecraft Java versiyasida ishlashi mumkin. Va ko'rishingiz mumkin, deyarli biz samolyotda yasamamiz. Agarda sizlarda o'xshagan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'ying. Men internetda ko'rsatilgan hamma narsani iloji boricha yasashga harakat qildim. Bu samolyot yasash uchun sizlarga slime blok va ko'rganingizdek redstone va xullas shunga o'xshash bloklar kerak bo'ladi. Lifehack sinab ko'rishingizni maslahat beraman. Lifehackda ozgina xatolik bo'lgan. Buning uchun sizlardan uzr so'rayman. Agar lifehack sizga o'xshagan bo'lsa, videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.